Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridonillah, la yabqa laha balun, la yulqa lahu balun, balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqa laha balan, yahwi biha fi jahannam." Bir banda dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Allohning rozi bo'layotgan kalimalardan bir kalimani gapiradi, unga biron bir kishi e'tibor ham bermaydigan bo'ladi. Misol, jazakallohu xayron deydi. Hamma odamda bu oddiy kalima bo'lib qolgan. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar sizlarga biron bir kishi hadiya qilsa, o'shanga muqobil hadiyani qilinglar. Agar muqobil hadiya qilishga kuchlaring yetmasa, jazakallohu xayron deinglar deganlar. O'shanga muqobil bo'ladigan gap bu. Ba'zi bir kishilar katta-katta narsalarni hadiya qiladi. Shunga ham jazakallohu xayron deb javob qaytarishlik o'shani ro'barusidagi muqobilga barobar kelayotgan kalima. Jazakallohu xayron degani Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin degani.